mana shu yo'nalish bo'yicha ishlaysiz. Mana 5 mingga kalbasa, mana boshqa kalbasa bermayapmiz sizga. Bu aslida 5 mingga tayyor bo'lmaydi. 16 ming, 17 mingdan sotib olib, bitta yeb ko'ring. Mana Qaysi bitta yeb ko'ring? Bitta ko'ring. yo'q, hozircha mamda bo'lib Yo'q, siz bitta ko'rib bering. Bitta ko'ring, mana. Bitta ko'ring mana. O'zimlar endi jalb qilish maqsadida 5 mingdan sotaman. Odamlarni mana shu do'konga kelsin, ko'proq qiziqib kelsin. Bu endi sizni anaqangiz, misol kliyentni anaqa qilish mayli, har bir tadbirkor endi anaqa qilgandan keyin o'zini mahsulotini sotish uchun qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Bitta boshqa gap so'z yo'q. Bizni Sanpem qonunimiz bo'yicha og'zaki misol hech narsa hal bo'lmaydi. Men bilan umuman firmasi ham yo'q, muddati ham yo'q, umuman mumkin emas bular savdoga. Bu damashni endi damashni uydan tayyorlangan, qo'lda tayyorlangan narsalar umuman mumkin emas. Savdo qilinmaydi. Magazinda ham, mana bu do'konlarda ham. Chunki ertaga bu og'zaki biz ham o'zimiz ham xohlaymiz damashni narsa yeyishni. Lekin davlat qonuni bo'yicha uydan tayyorlangan, noma'lum sharoitda tayyorlangan mahsulotlar umuman hop, mayli, bu shunaqadir. Lekin 5 minglik albatta sexda 17 mingdan donasini sotib oladi. Saqlanishi umuman hozirgi issiqda mana qoldirib turishi umuman mumkin emas. Men taxlab qo'ymaysan, yo'qmi?